Har bitta erkak ayolini itoat qilishini xohlaydi. Bu tabiiy holat. Lekin itoatdan farqi bor, bilasizmi? Ba'zi bir erkaklar itoat qilish bu qo'rqitish, o'z xohishlaridan voz kechtirib, chidash deb tushunishadi va shuni itoat deb tushunishadi. Siz o'zingiz o'ylab ko'ring, bizga qo'rquv bergan odamni seva olamizmi? Inson qo'rqadigan odamni sevadimi? Yo'q. Menimcha unaqa inson bo'lmasa kerak. Biz qo'rqadigan odamni yomon ko'ramiz. Balkim ichimizdan qarg'armiz hattoki. Shuning uchun bu itoat hisobga o'tmaydi. Va boshqacha itoat bor. Ongli itoat. Buni kuchli, aqlli erkaklar tushunadilar. Bu degani ayolingizga shunaqa munosabatda bo'lingki, shunaqa sharoit qilib beringki, u sizga itoat qilishni o'zi tanlasin, o'zi xohlasin. Itoat bu qo'rquv orqali emas, bu hurmat, sevgi, tan olish, sizga bo'lgan ixlosi balandligini ortidan kelgan tanlov bo'lsin. Mana bu yerda bo'ladi sevgi, mana bu yerda bo'ladi hurmat, mana bu yerda bo'ladi boshqa narsa va bunday erkaklar osmonga yuksaladi. Moddiy tomondan ham, karyeradan ham, sog'ligidan ham. Ya'ni itoatni qo'rquv orqali, chidash orqali kuchsiz erkaklar tanlaydi. Va sevgi, muhabbat, ongli itoatni kuchli erkaklar tanlaydi. Qaysi biri go'zalroq?